Hurmatli YPX xodimlari, deb mana shofir bechoralarga reyd qilib yozavermasdan-chi, hech bo'lmasa haftada bir kuninglarni ajratib, peshoxodlarni turinglar, iltimos. Ash peshoxodda enasini bog'ini kezib o'tayotganda shunaqa xotirjamlik bilan telefonda gaplashib o'tayotganlarga ham bir yozinglar, ko'raylik. Hozir kelyapman, yo'lda bitta opa peshoxodda turibdi chekada. Men xuddi bali shunaqa bir muhim masalani hal qilayotgandek mana shunday turibdi. Opa gaplashib turar ekanda deb yurganimni bilaman, opa ham yurib berdi, chiroyli bo'lib. Xudoga shukr, men to'xtadim, mana kamera urib qo'ymasin deb. Orqamdan bitta jentira ham kelib to'xtadi, faqat orqamga urib to'xtadi-da. Ana opa nima deydi? Voy o'lmasam qo'rqib ketdim deydi. Qo'rqib ketganing yaxshi.